inson bir ne'matni qadrini qachon biladi desa, ulamolar aytadi, Alloh azza va jalla o'sha ne'matni zavol toptirsa, olib qo'ysa biladi deydi. Vaholanki o'sha ne'matni borida qadrlash, borida g'animat bilish lozim edi, lobid edi. Musulmon odam Alloh azza va jalla bergan ne'matni borida qadrlash, borida g'animat bilishligi lozim va lobiddir. Ana shunday eng ulug' ne'matlardan biri bu suv ne'mati. Suv, obi hayot bu. Suv eng muhim narsaki, Allohning eng ulug' ne'matlaridanki, hattoki Alloh azza va jalla o'zini kalomida, Qur'oni Karim 60 o'rnida suvni mo'jiza ekanligi, suvni Alloh azza va jalla o'zigina yomg'ir suvi qilib yog'dirganligi, Alloh azza va jalla bu suvga shukr qilish, buni qadriga yetish kerak ekanligi to'g'risida Qur'oni Karim 60 o'rnida Alloh azza va jalla zikr qiladi. Voqea surasida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sizlar o'zingiz ichayotgan suvingizni hech o'ylab ko'rdingizmi deydi. Uni bulutdan yomg'ir suvi qilib siz yog'dirdingizmi, bizmi deydi. Agar biz xohlasak uni chuchuk va achchiq qilib qo'ygan bo'lardik, shukr qilmaysizlarmi deydi. Alloh azza va jalla ushbu oyat karimada suv ulug' ne'mat ekanligi, uni qadriga yetish, mo'jiza ekanligi, unga shukr qilishlikni eslatyapti. Boshqa bir oyat karimada biz osmondan hisobi bilan yomg'ir suvini yog'dirdik va yerga o'rnashtirdik deydi. Biz sizlarni ana shu suvdan mahrum qilib qo'yishlikka ham qodirmiz deydi Alloh azza va jalla. Mana shu suvdan mahrum bo'lmaslik uchun, bebahra bo'lmaslik uchun bugun uni qadriga yetish, g'animat bilish, isrof qilmaslik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ko'chadan o'tib keta turib Sa'd radhiyallohu anhu tahorat olyaptilar va tahoratda suvni bir oz ko'proq ishlatib turgan hollarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini oldilaridan o'tib, to'xtab shunchaki o'tib keta olmadilar. Balki to'xtadilar va ma hada sarf ey Sa'd. Nimasi bu isrof ey Sa'd dedi. Nima uchun suvni isrof qilyapsan dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jalil, ulkan sahobalarga tanbih beryaptilar. Bir oz suvni ko'p ishlatishlikda. Shunda Sa'd radhiyallohu anhu aytdilarki, afil wudu'i sarf ya Rasululloh. Tahorat olyapman, tahoratda ham isrof bo'ladimi ya Rasululloh? Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Na'am, ha. Ibodatda, tahoratda bo'lsa ham, garchi oqar dengiz bo'lsa ham, oqar daryo bo'lsa ham, keragidan ortig'ini ishlatishlik bu isrof. Ming afsus bo'lsinki, hattoki ichimlik suvini pulini to'lab qo'yganman-ku degan ma'noda hovlilarini sug'orishliklari, ekin-tekinlarini sug'orishliklari, hatto kuzatib qolamizki, o'zlarini markablarini ham toza ichimlik suvida yuvishliklari. Bular isrof bu. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda isrof qiluvchi qavm, isrof qiluvchilarni yoqtirmasligi, yaxshi ko'rmasligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Alloh azza va jalla bizlarni bu ulug' ne'matlarni qadriga yetadigan, buni isrof qilmaydigan, buni g'animat biladigan, buni shukrini ado qiladigan komil mu'min musulmonlardan bo'lishlikni Alloh azza va jalla barchalarimizga nasib aylasin. Xalqimizni, yurtimizni dondun, arpa bug'doylariga bu obi hayot bo'lgan suvni ham barakotli, manfaatli qilishligini Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.